O'zbekistonda 90% odamlar deyarli grijadan noto'g'ri davolanishadi. Chunki xalqimiz bilishmaydiki, grijadan kim davolaydi desa, davolaydigan odamlar 10 ta qo'l ko'tariladi, men grija davolayman deb chiqishadi. Lekin aksariyat 90% odamlar, ya'ni o'sha davolayman deb chiqadigan insonlar noto'g'ri davolanishi mumkin. Chunki biz doktorimiz, bu narsani bilamiz. Chunki misol uchun siz nimadir kasb egasi bo'lishingiz mumkin. Bu kasb egasi siz ustasi bo'lasiz. Misol tariqasida. Shu grijani davolash uchun O'zbekistonda kim nima davolaydi, qanaqa usulda davolaydi deyarli hammasiga borib kelganman. Lekin men shifokor sifatida aytamanki, tabibga ham, boshqasiga ham, o'sha professorlarga ham borganman, lekin men o'zim xohlagan narsani ola olmaganman va boshqa davlatga chiqib ketganman va o'sha boshqa davlatda Germaniya, Rossiya, Izrael, Qozog'iston usullaridagi metodlar orqali mana shu grija davolash usulini ko'rganman, natijalar ko'rganman. Borgan joyimga kuniga 100 ta odam ko'radi. Chunki natija bor u yerda. Allohga shukr, keyin ko'nglim xotirjam bo'lgan. Siz bu grijada xalos bo'laman deb noto'g'ri davolam qo'ymang degan maqsadda bu videoni qo'yibman. Mana rezorsiya yo'li bilan MRT rasmlarni sizga qo'yib ko'rsatib ketamiz. Ya'ni bu usulning qanchalik darajasi yuqoriligini sizga ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu bemor oldingi holati, grijani qanchalik kattaligi ko'rishingiz mumkin va bu esa keyingi holati. Ko'p insonlar aytadi, menga neurologga bordim, faqatgina dori-darmon yozib berishdi. Faqat shu bilan qolib ketarim. Yo'q, bittagina dori-darmon bilan siz tuzalib keta olmaysiz. Bu yerda kompleks lecheniya qilinishi kerak. Dori-darmonlar faqatgina nerv o'tkazuvchalik yaxshilaydi, to'g'ri, og'riqlar kamaytiradi, to'g'ri, achchiqlarni snimat qiladi, bu ham to'g'ri. Biz mana shu yo'lda yurar ekanmiz, kim aldayapti, kim aldamayapti, kim to'g'ri davolayapti, kim to'g'ri davolamayapti, mana shu narsalar ko'ryapmiz. Biz qilayotgan usullar hali viloyatlarda unaqa yaxshi rivojlanmagan, tarqalmagan. Xudo xohlasa bu narsalarni ham yo'lga qo'yamiz. Biza Jizzaxda ham, Toshkentda ham ishlaymiz. Hozirda biz Toshkentda ishlab turibmiz. Agar siz konsultatsiyangizga qanaqa qilib yozilamiz deb savol bersangiz, pastga nomer qoldirib ketaman. Iltimos, faqat men to'lqa zapis bilan qabul qilaman. Ya'ni telefon qilasiz, joyingiz band qildirib qo'yasiz va o'sha vaqtga yozib kelasiz. Mayli 10 minut, 15 minut vazifa qilish mumkin, bu necha. Chunki bir xil odam, misol uchun 10-15 minut ko'proq qolishi mumkin. Bu biz hammaga, misol uchun ishimiz bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, hamma bemorimizni ko'nglini xotirjam qilib chiqarib yuboramiz har doim. Agar siz dunyoda qo'llanayotgan usullar orqali bu grijalardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, agar sizda bu bel og'rig'i, beldan chap yoki o'ng oyoqqa og'riq berayotgan bo'lsa, yoki uvish hissi berayotgan bo'lsa, yoki bo'yinni o'zida og'riq berayotgan bo'lsa, o'ng qo'lingizga yoki chap qo'lingizga og'riq berayotgan bo'lsa, narsalarni ushlaganingizda qo'lingiz qaltirayotgan bo'lishi ham mumkin yoki uvishayotgan bo'lishi mumkin. Bu narsani cho'zib yurmang, chunki bu grija nervga teydimi, nervda bu o'zi og'riq beryapti degani, bu nervga teyapti degani. Bu grija chiqqanda bu nervni karishokni qisadi va orqa miya ham turgan bo'ladi. Misol uchun sizga bitta misol bilan keltiramanki, agar eshitgandirsiz, misol tariqasida aytaman bu narsani. Agar odamlar avariya bo'lgan bo'lsa, bo'ynida travma olgan bo'lsa, tagi ishlamay qolganini eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu grija ham xuddi o'sha tarafda chiqadi. Oilamizni boqamiz, sal keyinroq qilaylik deb cho'zib qo'yishimiz mumkin, lekin bu grija chiqqandan keyin qochishni boshlaydi. Maslahatim, bu grija chiqdimi, bu yumshoq bo'ladi, bu tez so'rilib ketadi. Biz xalqimiz borku, noto'g'ri lecheniya olganligi sababli bu grijada bo'ldi, xalos bo'lmaydi deb tushuncha kelgan. Prosta statistika aytaman, plus minus 95% biza qilayotgan usulda, misol uchun Toshkentda juda ham sanoqli. O'shaning uchun bu grijadan to'g'ri sxema bilan davolab xalos bo'lsa bo'ladi. Faqat siz bizga murojaat qilishingiz kerak. Nomer qoldirib ketaman, telefon qilib kelsangiz bo'ladi. Sizlarga natijani ham ko'rsatdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.